Allohga bo'lgan ishonching qani? Ey saodatli kun istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Ey qarzdor banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Musibatlarni boshidan ko'tarishligini bandalar, Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Gunohkor bandalar, gunohlarni kechirishligiga bo'lgan Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Bizga mana shu ishonch naqadar kerak shu kunlarda. Suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch. Bizda shu ishonch bormi? Axir Alloh menga duo qilinglar, ijobat qilaman degan, ishonmaymizmi? Allohdan ko'ra rostgo'yroq kim bor? Axir Parvardigorimiz Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilib degan so'zga ishonch qani? Tanglik, mashaqqatdan keyin kenglikni ham, boylikni ham beraman deyapti Alloh. Ishonmaymizmi? Ishonaylik birodarlar. Tushkunlikka tushmaylik. Har xil gaplarga quloq solavermaylik. Peshonamizga Alloh yozganini oshcha narsa bo'lmaydi. Chunki hakimlardan biri aytgandek, yozilgan bo'lsa qayoqqa qoching? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqing? Yozibdimi? Qayoqqa borsang yetib boradi o'sha narsa. Yozilmabdimi? O'tga tashlasa o't kuydirmayapti. Pichoq torsa pichoq kesmayapti. Suvga tashlasa oqizmayapti. Sahroda o'lmayapti. Chunki nima qilmagan? Yozmagan. Qani shunga ishonch. Parvardigor qalblarimizda o'zingga bo'lgan muhabbatni sobit qilgin. O'zingga bo'lgan ishonchimizni, tavakkulimizni mustahkam va quvvatli qilgin. O'zingni zikring, shukringlarni hidoyat qilgin. O'zingga ro'baro bo'ladigan kunimizda og'zimizdan chiqqan oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasi bo'lishini nasib etgin. Agar shuni ham Alloh xohlamagan bo'lsa ayta olmaymiz.